Yurtimizda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor, ayniqsa maktablarning rekonstruksiya qilish, ta'lim sifatini yaxshilash va bolalar uchun zamonaviy sharoit yaratish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar har bir hududda o'z samarasini bermoqda. Kosonsoy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ana shu yangilanish jarayonlarining yorqin namunasidir. Maktabimiz 1956-yilda tashkil topgan. Birinchi maktab tashkil topganda maktab 350 o'rinli bo'lgan. Hozirgi kunda jami 900 o'rinli o'quv binolari mavjud. Mazkur maktab ilgari ancha eski binoda faoliyat yuritar, o'quvchilar soni ko'paygani sayin sinfxonalar torlik qilib, ta'lim jarayonida bir qator noqulayliklar yuzaga kelar edi. Umummilliy dastur asosida maktabimiz 2009-yil rekonstruksiya bo'lgan. Ya'ni 100% ta'mirdan chiqarilgan. Hozirgi kunda pedagog xodimlarimiz 86 nafar, o'quvchilarimiz soni esa 44 ta sinfda 1205 nafar o'quvchilar tahsil olyapti. Bugungi kunda esa maktab zamonaviy qiyofa kasb etib, sinfxonalar kapital ta'mirdan chiqarildi. Ta'lim uchun zarur barcha sharoitlar yaratildi. Yangilangan binolar, yangi mebel va elektron vositalar bilan jihozlangan sinflar, bolalar uchun zamonaviy va xavfsiz muhit, o'quvchilar uchun esa faoliyat yuritishda yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu yil 11-sinf o'quvchimiz tojik tili fanidan respublika bosqichiga qatnashib, respublika bosqichida 5-o'rinni egallab keldi. Maktabdagi ta'lim jarayonlari ham zamon talablariga mos ravishda tashkil etilmoqda. Darslarda interaktiv usullar, yangi metodlar keng qo'llanilayotgani sabab o'quvchilar fanlarni tez va chuqur o'zlashtirmoqdalar. Xususan matematika va ingliz tili bo'yicha o'quvchilar muvaffaqiyatli natijalarga erishmoqdalar. Fan olimpiadalarida qatnashib, tuman va viloyat miqyosida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritayotgan o'quvchilar soni tobora ortib bormoqda. Bu albatta fidokor o'qituvchilar mehnatining samarasidir. Eng ilg'or ingliz tili maktab ko'rik tanlovida o'quvchilarimiz birinchi yili o'tkazilganda tumanda ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib 75 million mablag' yutib oldi. Ikkinchi va uchinchi yillari birinchi o'rinlarni egallab tumanda 100 milliondan mukofot oldi va maktabning moddiy bazasini rivojlantirish uchun sarfladi. Boshlang'ich ta'limda faoliyat yurituvchi Xolida opa maktabdagi fidoyi ustozlardan biri. Uning interaktiv dars usullari, shogirdga bo'lgan shaxsiy yondashuvi boshlang'ich ta'limning sifatli tashkil etilishiga asos bo'lmoqda. Mana bu B shaklimizni perimetrini maqlamiz. Xolida opa faoliyati umuman boshlang'ich sinf o'qituvchilarining sa'y-harakatini namoyon etadi. Ular har kuni bolalarga sabr, mehr va bilim bag'ishlab, kelajak avlodni tarbiyalash yo'lida mehnat qilmoqdalar. Yaratilgan sharoitlardan butun jamoa mamnun va bugungi imkoniyatlar uchun chuqur shukronalik hissida yashamoqda. Har bitta sinf uchun sensorli doska oldik. Maktabga 100% kuzatuv kameralarini o'rnatdik. Bu tashabbusli budjet asosida qilgan ishlarimiz. Bu kollektiv, jamoaning ahilligi. Kosonsoy tumanidagi 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yaratilgan sharoitlar va maktab jamoasining birdan mehnati natijasida ta'lim sifatining oshib borishi tabiiy. Akil jamoa, ilg'or pedagoglar va bilimga chanqoq o'quvchilar hamkorligida kelajak avlod albatta yetuk shaxs bo'lib voyaga yetadi.